Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Arkasidan choy tashlab, nimalarim keldi? Nimalar bu? Ay yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku, nimasini? Xudolar. Xudolar, ha, xudolar keldi. Yaxshi keldingizmi, xudo? Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana, bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir aband odamagaringizda xudo. Hayır, hazır-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketayotgan narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelardik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Ha? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi edi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Botit, turgoqan. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Siz bu yerda to'g'ri gapiryapsiz. Lekin men xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam. Yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylaganda katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzilmayapti sani? Mana uruyli bor-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa siz rostdan ham katta qara nima? O'rtoq, sokir organizovat qil. O'rtoq. Ha. Nima keldinglar? O'rtoq seni ko'rishga keldi. Qarang, hozirdan ko'rsalar, hamma o'ldiradi. Davay, hamma qaytib boradi. O'rtoq, o'yin atmosferasi boshqacha ekan-ku, bitta istoriya olaylik, ketamiz. O'ylasan, hozirdan ko'rsalik. O'rtoq, ilonlar vodiysidan huvlab qoldi-da. Kim bu? O'rtoq, e'tibor berma, novichok. Kim bo'la bacham? Ular jo'rlarim ilonlar vodiysidan keldi. Ilonlar vodiysi? Hamsa? Tez uyima keling, o'yin kuchuk xona bo'ldi. Tez keling. Nima chaqiringiz, tinchlikmi? Nima qarang, kuchuk bosi, kuchuk. Qanday qutulamiz bularni? Kuchuk otar nima deyapsiz? Jillamisiz hozir kuchuk otib bo'lmaydi-ku. Yetmayganmi bular, so'ragan? Tez. Yaqinla endi qachon anaqa ilonlar vodiysiga razvorot. O'rtoq, bizda razvorot yo'q, to'lka period. Dada, amaki bular olib ketmaykan, bir 2 oy qolmoqchi ekan sher. Bitta yo'li bor. Qani kel. O'yingizda kalbasa bormi? Ho, qancha ish qilib ish beradimmi? Javob. Bola, Abid. Rahmat amaqi. Nima bu yedimi? Berdim, men yeyapti, hozir 2 minutda. Rahmat, addushi, maza qildik. Salla kalvasadan dorini ayir yeyishga qanday kellang ishlar? Amaki, shurikda kuchuk kelashlar narsa qanday bizar kelamiz ishlamaydi. Abjon, qani? Ani? Yemi? Qani? Ayoq granatasi ketdi. Dadajon, hozir siz bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Stol ustida 2 ta stakan bor. Bittasida suv, bittasida zahar. Suv ichsangiz ko'proq yashaysiz. Zahar ichsangiz nasmiyat o'lasiz. Qaysi birini tanlaysiz? Stakan bitta-ku. Suv meniki bo'ldi. Boshqa variantim yo'qmi? Bor albatta. Samasolda bosib o'tib ketaman, tirik qolsangiz baxtingiz. Tinchlikmi sen, nima bo'ldi? Hamsa kuyov meni o'ldirmoqchi. Nimaga o'ldiradi? Niyatini bilib qoldim. Uy joylarim olmoqchi, meni o'ldirib. Vasiyat sizga qoldirmoqchiman. Menga biron nima bo'lib qolsa, uy joylarim, mashinalarim sizniki. Jonajon qo'shnimsiz. Rostdan. Sizga qoldiraman. O'z yoshligida bo'rak shamollagan. Bitta yaxtak suv bersangiz shamollab o'yladi. Bering tamom. Tushunmadim, siz nimaga mana shunga qatishyapsiz? Hey, o'zim pressida yordam berasim keldi. Yomon ko'raman-da mana. Qaynotang Bo'ldi, qaynotam siyasi. Qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanman. Dadajon, men keldim. Ye, qizim o'qishdan keldi-ku. O'qishlaring yaxshimi qizim? Nima yangiliklar? O'qan choy?
Endi siz qizingiz bilan faxrlanib yurasiz. Magistraturani qizil diplomga bitirdim. PhD o'qidim, dadajon, bilasizmi qanaqa mavzuda? Bu hayotga ayollarga erkaklar nima uchun kerak degan mavzuda. Erkaklar nima kerak? Ayollar o'zi uchun yashasin, o'zini sevsin. Nima erkakni qulligini qilib umrini o'tkazadimi? Siz tushunmayapsiz, dadajon. Hozir zamon o'zgargan. Ayollar ishlaydi, pul topadi. Nima kerak erkak? Umuman kerak emas erkak zoti. Tushundingizmi, dadajon? Siz meni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. Bu fikrimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. Demak, men ham kerak emasman desang, ha, bacham? Dadajon, men dada kerak emas demiyoman. Erkak nima uchun kerak deyapman. Erkak umuman kerak emas. Qani erim Alfons. Men esa hali ham qaynonam bilan yashayman deb o'yligimni ham beraman-da. Alfons, qaynonam bilan turaman. Qullik davrida yashayapsizlarmi? Ajrashinglar. Agar meni kursimni sotib olsanglar, yigit balaga tegib ketasizlar. Business lady bo'lasizlar. Biz ayollar birlashishimiz kerak. Mana siz necha yil bilan yashadingiz? 30 yil yashadingiz yigit bilan. Nima ko'rdingiz? 30 yil xizmatini qilib, mana havoga uchirmadingiz. Nima ko'rdingiz? Eringizga xizmat qilib. Bundan keyin erkaklar bizning hayotimizga umuman kerak emas. Erkaksiz ham baxtli yashaymiz. Onangga shugacha mahallaga bum bacham deyman-da. To'xta. Mollar suv berdingmi? Havo suv berdim. Nima suv ichibdi bu? Demak suv bermagansan. Suv tutdim-man dedi. Siz ish etmang, qaymi bacham? O'tiring, telefon o'ynang, dada ish etsin, qaymi? O'ynayotganim yo'q dada, muzika eshitaman men. 4 ta satila suv keltirib qo'ydim yoniga. Bu seni itni ham ichishingga aytadi. Tushundingmi? Agar dadam yonida suv ichsang, men seni urib o'ldiraman, mo. Mollar suv berding? Ha, 4 ta satila ham to'ldirib ol deya qo'ydim. Ertaga yetadi suv ichishga. Sotilada suv yo'q-ku. Hozir to'ldirib qo'yamdi, umuman bo'lmadi. Bor yana suv olib keting. Men dada bilmayman, lekin ko'rdingiz, 4 satila suv qo'yamdi molda, ishtamasini. Mana. Unda kayfi ichibdi da. Men bilmayman, lekin dada hozir uni Yo'q, beryaki. Beryaki. Men beryaki. Jon, hozir siz bilan relaks masaj qilamiz. Tayyormisiz? Atiyo, bu oyoq gapirmay turibdi-ku. Qalay qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? Bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ra bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Yo'q, bu ketdi-ku bu. Qalay qaynota? Ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor pastlaydi. Kulimdan so'ng Rahmat, yo'q. Yo'q, ko'rsatmasam men. Uni ko'rsat. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi shoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin pachminiga ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani masajcha qilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringiz bir relaks masajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men masaj olmagandim. Beli mana sherisida tuzib bor. Bitta masaj qiling. Buni faqat teshig'i salli to'rab ekan-a. Amsiyani kuyovi. Ko'zi begri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi.